do'stlar, Spectacle sizlar. Bugun biz Blender boshqaruvidagi 12-chi darsni olib o'tamiz. 12-chi darsimizning mavzusi bizda suyaklar mavzusi bo'ladi. Ya'ni bizda suyaklar mavzusi Blender tilida bu armatures deb nomlanadi va siz uni qo'shish uchun siz Shift A knopkasidan mana bu yerdan armature degan joyni bosishingiz kerak bo'ladi. Ammo siz birinchi bo'lib armature ochishingizdan oldin sizga qandaydir bir model kerak bo'ladi. Ya'ni uni qimirlatish uchun. Va keling hozir biz qandaydir model yaratamiz va keling birinchi bo'lib kubni olib tashlab biz sfera UV sfera qo'shib olamiz va uni salgina kattalashtiramiz va keyin qiladigan ishimiz biz uni shade smooth qilamiz va uni salgina pastga qaratib cho'zib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz S Z qilamiz va uni salgina cho'zib olamiz. Va biz cho'zib olganimizdan so'ng bunga qandaydir yana qo'l yoki boshqa joylarni qo'shishimiz kerak bo'ladi va keling uni Ctrl C V qilgan holda bunday qilib bunga yana qandaydir qo'l yoki boshqa joylarni qo'shamiz. Mana bunday qilib olamiz va Ctrl C Ctrl V qilib xuddi shuni chap tarafda ham qilib olamiz. Va keling oyoqqa o'xshash narsalar ham bunga qo'shamiz. Va mana bunday qo'shib olganimizdan so'ng biz mana bunday qandaydir oddiygina bizda oyoq qo'llik personaj yaratildi va keyin endi bularni barchasini biz birga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ularni barchasini bitta obyekt qilib olishimiz kerak bo'ladi. Va buning uchun biz select join qilishimiz mumkin yoki osonroq yo'li bu ko'rib turganingizdek shu yerni o'zi yozib qo'yibdi. Ya'ni Ctrl G klavishini bosishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz Ctrl G va ko'rib turganingizdek bizlar buni barchasi bitta obyektga aylandi va bizning keyin qiladigan ishimiz biz o'sha Shift A klavishi orqali biz mana bu yerdan armature yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Va biz buni qo'shganimizdan so'ng bizda hech narsa paydo bo'lmadi va buni sal bu yerga sursak ko'rib turganingizdek bizda mana bunday shakldagi obyekt paydo bo'ldi. Ammo bizda bu obyekt bizda mana bu modelimizni ichida turishi kerak, ammo bizning ichida turganda bizda hech narsa ko'rinmaydi va buning uchun biz aynan o'sha armaturni tanlagan holda mana bu yerdan mana bu data, ya'ni odamchaga o'xshagan narsani bosamiz va bu yerdan view pro display joyidan in front knopkasini pichka qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi va ko'rib turganingizdek bizda biz qaysi tarafdan qaramasak ham uning ichidagi suyagimiz ko'rinib turaveradi. Bu yerdan armaturni tanlaymiz va keyin qiladigan ishimiz biz tab orqali edit modga o'tib olishimiz kerak bo'ladi va keling buni birinchi sal kattaroq qilib olamiz va kattaroq qilib olganimizdan so'ng biz edit modga o'tamiz va biz aynan mana bu dumaloqni bosganimizdan so'ng biz I klavishi orqali unga mana bunday yana bir suyaklar qo'shishimiz mumkin bo'ladi va keling birinchi bo'lib biz qo'l suyagini yaratamiz. Birinchi bo'lib biz birdaniga qo'lga emas, ya'ni birinchi bo'lib yelkasigacha olib boramiz va yelkasidan so'ng biz qo'liga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek mana bunday qo'ligacha olib bordik va xuddi shuni biz chap tarafda ham qaytarishimiz kerak bo'ladi. Va oyoqlar bilan ham keling mana bunday qilib oyoqlarni ham yaratamiz. Mana bunday. Va bunday. Va keling boshiga ham mana bunday narsa qilib qo'yamiz va endi ko'rib turganingizdek bizda aynan mana bunday suyak paydo bo'ldi va bizning keyin qiladigan ishimiz biz object modga o'tamiz. Mana bu yerdan object modga o'tamiz va barcha suyaklarni va bizning modelimizni tanlagan holda biz objectga o'tamiz va parentni bosishimiz kerak bo'ladi. Va parentdan keyin esa biz aynan mana bu yerdan with automatic weights degan joyni bosishimiz kerak bo'ladi yoki biz shunchaki Ctrl P qilsak ham bo'ladi. Bu yerda keling Ctrl P qilamiz va bu yerdan mana bu yerdan parent va with automatic weights bosamiz va bizda bular parent bo'ldi. Ya'ni biz mana buni qimirlatsak bu suyak bilan birga qimirlaydi degani. Va endi biz buni parent qilganimizdan so'ng biz mana bu yerdan pose modga, ya'ni suyaklarni tanlab biz pose modga o'tishimiz kerak bo'ladi. Va endi biz mana bu yerdan qachonki mana bu yerdan suyaklarni qimirlatganimizda nimagadir qimirlamayapti. Ha, bizda xatolik yuz berdi va biz birinchi bo'lib parent qilishdan oldin biz birinchi suyaklarni emas, balki birinchi bo'lib aynan mana bu tanani tanlaymiz va undan keyin esa biz shift knopkasini bosib turgan holda biz mana bu armature suyaklarini tanlaymiz va undan keyin esa biz object
parent va with automatic loopsni bosamiz. Va bu ishni qilganimizdan so'ng biz endi aynan mana bu yerdan biz shunchaki suyaklarni tanlaymiz va bundan keyin esa pause mode'ga o'tishimiz kerak bo'ladi. Pause mode'ga o'tganimizdan so'ng biz xohlagan bir suyakni tanlaymiz va biz uni qimirlatganimizda ko'rib turganingizdek bizda bizning aynan mana bu qo'limiz ham qimirlaydi. Kelin boshimizni ham qimirlatib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek biza har bir suyakni qanday qimirlatsak, aynan biza barcha tana bilan emas, balki biz aynan mana bu yerga sal bo'limlar qoldirganimiz sababli aynan bizda alohida xuddiki oyoqqa o'xshab ular qimirlayapti va agar biz aynan mana bu yerga joy qoldirmaganimizda ular aynan butun mana bu qoringacha bo'lgan joy bilan qimirlab ketar edi. Ko'rib turganingizdek biza barcha joyi ya'ni zo'r ishlamoqda va aynan bizning bugungi mavzu shu haqda edi va siz buni aynan ya'ni barmoqlar, qo'llarga ya'ni murakkabroq model bo'lsa, siz ularga har bir barmog'i uchun ham joylashtirib chiqishingiz mumkin bo'ladi va aynan bizning bugungi darsimiz esa aynan mana shu oddiygina model bo'yicha biz mana buni qanday qilib suyaklar qilishni o'rgandik. Xo'p, o'ylaymanki bugungi dars bizga juda ham foydali bo'ldi va agar siz bu videorolikni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta bu videorolikka like bosib, Speedtech kanaliga obuna bo'lishni unutmang va o'zingizga yoqqan modelni yaratib, aynan mana shunday suyaklar qo'yib, animatsiya qilishni ham unutmang va keling, biz bir animatsiya ham qilib ko'ramiz, kichkinagina. Keling, mana bunday qilamiz va biz zapisni qo'shamiz va birinchi bo'lib mana buni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Va biz qimirlatdik va endi keling mana bu joyiga salgina pasaytiramiz yoki biz buni nima desam, jonli efirdagi animatsiya qilsak ham bo'ladi. Ya'ni biz playni bosamiz va endi biz qo'lni mana bunday qilib qimirlatsak ham bo'ladi. Va biz qimirlatganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek, biz buni o'ynatsak ko'rib turganingizdek, bizning xarakter qimirlayapti va keling endi xuddi shuni bosh suyagi bilan ham qilamiz. Biz mana buni play qilamiz va mana boshini ham qimirlatsak ham bo'ladi va endi biz buni ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bizning bosh ham, qo'l ham bir vaqtda qimirlayapti. Xo'p, bugun darsimiz shu narsalardan iborat edi va yana bir marta albatta videorolikka like bosib, Speedtech kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr!